Okam samarasiz bar qo'yib berishinglar, даже Qozog'istongacha Dovrig'a yetib keldi deb turib, bizani Qozog'istondan kuzatib ketdilar. Cobalt avtomobili. Xullas, Malibu 2 bar, Malibu 2 rul, yana qolgan mayda-chuyda ishlarni qildirgan keldilar. Soatimiz nechi bo'ldi? Soatimiz 1 bo'ldi. 12 dan 55 minut o'tdi. Kech qolib ketdi u, sababi sal kechroq boshlandi ishlari, shuni hisobiga. Boshamiz tayyor bo'ldi. Start stop, rul original. Barimiz, xudo xolasa, zazorlarni qarang, aka. Biriga bir, bitta joy qirilgan, chizilmagan. Bu yog'ini ham ko'rib oqishingiz mumkin. Besprovodnoylar ishlaydi, elektron ruchniklari, panadalari yuguradigan bo'lgan. Если shtoga ideal premium klassda Malibu 2 bar uстановkasi kerak bo'lsa, Elite Auto Tuningga murojaat qilasizlar. Chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz. Rullariga cruise controllarni ham ulab berganmiz. 40 tezlikdan bitta yoqadigan bo'lsalar, bitta tempda keladi. Gazdan oyog'ini oladilar. 40 tezlik bo'lsa, 40 dan tushib ketmaydi. Rulni o'zida 41-42 qilib ko'tarib ketsalar bo'ladi. Mabodoga kelaverasizlar, sizlarni ham kutib qolamiz. Elite Auto Tuning eshiklari sizlar uchun doimo ochiq.